Mana qaranglar, Silverstone'dan Sochi Pro modeli. Qarab turinglar, biz pрошивкасini ko'rsatamiz. Pрошивкасini ko'rsatib, undan keyin kulishimiz mumkin. Mana ko'ryapsizmi, pрошивкасы. Kuzatamiz. Bu nima ahvol bu? Sizlarda multiradar yo'q edi-ku, ha? Silverstone detektorlarida umuman multiradar lojni yo'q-ku, to'g'rimi? Buni ham hozir pрошивкасini ko'rsatib yuboramiz bor-ku. Bitta ko'rsatib yuboraylik pрошивкасini. Mana ko'rib olinglar. Nima ahvol bu? Voy, nima ahvol bu? Ha? Sizlardikida Silverstone detektorlarida umuman lojni yo'q, multiradar demaydi. Bizi detektorlarda umuman lojni yo'q. Olinglar. Mana bu zo'r, buni olsalaring adashmaysizlar deganlar bormidi oramizda? Mana sizlarga kerakmi? Nima bu? Multiradar, Cordon Pro, nima narsani ko'rsa yo multiradar yo Cordon Pro deb oladi detektorlar. Nega bunaqa Silverstone kompaniyasining detektorlari? Ha? Nega bunaqa?